aytishingiz mumkin. Qanaqa qarasam yo'q bo'lib ketasiz deysiz. Siz Allohga ishonmaysizmi? Alloh buyuk bu. Karlab aytasizlar-ku, Alloh menga yordam beradi, Allohim qo'lida anaqa, Allohim unaqa desa, lekin bittaga ham ishonmaysizlar-ku. Mana shu joyda ishoning, qarzingiz yo'q bo'lishiga. Allohga topshirib qo'ying. Shu topshirib qo'ying. Alloh bo'ldi, mana shu qarzimni senga topshirdim. Sen o'zing buyuksan, sen o'zing chevarsan, hamma narsa qo'lingdan keladi. Shunday charchadim dengda. Fitnessga boring. Nima deydi yana men sog'lig'ingizni qiling, tiklang, lekin ishlang. Tepaga qarab, patologga qarab tufilib yotmang. Coca-Cola bilan ichimlikka chaqib. Harakat qilavering, lekin qarzni o'ylamang. Allohga topshirib qo'ying, bo'ldi. Ato siz bilan biz bor-ku, men o'tgan safar ham tushuntirdim-ku. Qarzni mana shunday ushlab olamiz-da biz. Shundan qanaqa qutulsam ekan? Shundan qanday qutulsam ekan deymizda, Allohga topshir desa, bo'ldi, topshirib qo'ydim deysiz, lekin mana shunday ushlab turasiz. Tasavvur qiling, bu pichoqda siz qarzingiz mana qarang ushlab turibsiz. Alloh taolaga topshirdim deysiz, o'zingiz ushlab turibsiz. Alloh esa bu pichoqni so'rib olay desa, sizni qo'lingiz kesilib ketadi-ku. U bizani yaratuvchi, bizani yaxshi ko'radi. Bizga rahmat keladi. Shuning uchun u pichoqni tortib olay desa, siz qo'yib yubormayapsiz, bola chaqangiz bilan ushlab olgansiz. Lekin topshirib qo'ydim deysiz, qo'yib yubormayapsiz. U olamaydi. Agar o'sha momentda siz rost ekanligiga topshirdim Allohim. Bu yog'ini polni mana senga topshirdim. Men senga ishonaman. Qanaqa reja bo'lsa ham, sen faqat meni foydamga nima qilasan, hal qilasan deb turib. Shunda qo'yib olsangiz, Alloh taolo bunday akkuratni oladida qarzingizni tashlaveradi. Tushundingiz? Qizlar, bolalar tushunmaysizlar-da.